Asadbek Beknavo taxallusida ijod qiladi. Jadidlar haqidagi she'ri menga juda ham yoqqan. Hatto bu she'rini men o'sha el-yurt umidiga olib chiqay, men o'zimni she'rim deb tanishtiray, millat haqida aytib beray deganman. Jadidlar haqida Beknavo. Quloq solsin yosh u qari, esga olsin bari tan olishsin sotganlarin, o'z inini otganlarin. Chaqmoq ursa o'lmas daraxt, selda nobud bo'lmas daraxt. İç-içidan qumursqa naq, kemirsa bas nobud shu vaqt. Essiz cho'lpon Abdulhamid, tongi yulduz, tongi umid, bilvosita etdi tandiq. Asli edi kim mustabid? Erkinlikni bayon etdi, milliy g'urur ko'kka yetdi, zulm uni qatl etdi, yorug' kunni ko'rmay ketdi. Qodiriyda uyg'onishga, chaqirgan-ku dil yonishga, borda hatto tug' yonishga, ne kam edi uyg'onishga. Bu jadid millat faxri, o'tgan kunlar dil asari, bugun bo'lsa gar shu yerda, ko'rgulik bu qanday derdi. Ahvolimiz tangdir do'stlar, egri bugri chalkash so'zlar, ertan avlod, ertan ko'zlar, ular bizni kim deb eslar? Qadriyatni oyoq osti qilguvchilar yerni bosdi, Avropacha kiyim usti. So'ramang lek yana asti, jadidimiz yo'qlik qildi. Kattalari to'qlik qildi, g'ami yo'qqa cho'kkan elni qutqarishlik malol keldi. Yetadi shu xiraliklar, turing janob, turing beklar, qutqaraylik yurtni tiklab, to'siqlarni yetti buklab. Muammo emas, yechim bo'ling, o'lsangiz ham yurt deb o'ling. Vatan degan hisga to'ling, sodiqlikdir to'g'ri yo'l eng. Birdamlikda yuksalaylik, sobiqlikda yuksalaylik, bo'lib emas boshqa sho'rlik, odam bo'lib keksaraylik. Budir bizga tanho makon, ulug'voru misli jahon, shu vatanga bo'lsak qalqon, budir yangi O'zbekiston. Qanaqa juda ham meni yuragimga ta'sir qilgan she'r. Sababi bunda o'sha kattalar haqida, jadidlar yo'qligi haqida, sodiqlik haqida juda ham zo'r qilib aytilgan. To'g'ri, balki eng buyuk shoirlarning she'rlariga yetmas, lekin yosh shoir uchun yaxshi boshlanish yoki juda ham zo'r boshlanish shu, to'g'rimi? Hatto 18-19 yoshlik yangi shoir vatan dardi, millat dardi, xalq dardi haqida bilyapti. U haqida she'r yoza olyapti. Lekin o'shani aytib chiqish, balki buni hammaga yoyish juda zarur, eng kerakli narsalardan bittasi deb o'ylayman. Asadbek, yana bir marta kechirim so'rayman, chunki bu boladan men umuman ruxsat so'ramadim. Uzrasiz. Lekin bu videoda kollaboratsiya qilamiz.